Hali Shopiraku. Keling. Keldik. Tutungan Shopiraka. Assalomu alaykum. Opa. Qanash? Sen zo'r batashmi? Shukr. Iye. O'zingiz zo'rmi? Do'stma? Yo'maya. Sen dolar oldingmi? Ha, men dolar oldim. Qo'yilsin. Ha. Yangilikning zo'ri. Malades, tabrik. Rahmat. Bunday nima tashiysan sen? Nasib bo'lsa, bundan 3 ta rayonga xizmat qilamiz. Ha. Havodan, Shartoz, Beshkent, Nosir G'israf. Kerak bo'lsa, G'arovtiga ham xizmat qilamiz. Buyog'i Leninskiy, Sho'rtog'ay, Ishqobod. Nimaga kerak bo'lsa, masalan, qum bo'lama, shebin bo'lama, oqtosh bo'lama, ko'ktosh bo'lama, g'ish bo'lama, kirpich bo'lama, farqi yo'q. Ha. Nimaga ortilsa, manzilga eson-omon olib borib, chiroyli tushirib beramiz. Kerak bo'lsa, to'yga zakaz olsak, kelin-kuyovni ham mindirib beramiz. Hajja, lekin yangi ekan. Ha, yangi salafon pachka. Mana hozir ustida 10 mingta g'ishi bor. Bir joyga olib borib to'yib tashlaymiz, keyin bekor bo'lamiz. 24 ga 7 telefon qilaveringizlar. Simin zavodga borib, simini olib kelaveramiz. Mana aziz do'stlar, yangi do'lon kelgan chimg'ilishikiga o'sha Adham aka olib kelgan. Bemalol telefon qilaverasizlar. G'ishlarimiz ham sifatli kelgan, hammasi chotki. Bu 10 mingdan ziyod ortilgan. Mana ko'zibda qanday bo'lib turibdi. Hamma joy ajoyib. Bemalol